Assalomu alaykum Audiotaptika dasturi foydalanuvchilari. Sizlar bilan Audiotaptika dasturida nasiyaga sotish, ya'ni qarzga sotishni ko'rib chiqamiz. Avvalambor dasturimizga kirib olamiz. Dasturda savdo oynasiga o'tib olamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan pin kodni terib, savdo oynasida o'zimizga kerakli bo'lgan dorilarni tablisaga terib olishimiz kerak. Ya'ni chap tarafdagi ombordan yoki shtrix kod yoki markirovka orqali urib dorilarni terib olamiz va sotishga tayyor bo'ladi. Xo'p, endi umumiy itok summa, ya'ni misol uchun 38.168 so'm ustiga bosamiz va Nastiyani ustiga bosamiz. O'zimizga kerakli bo'lgan klientni, ya'ni sotayotgan mijozimizni tanlaymiz. Agar yo'q bo'lsa, yaratib olamiz. Keyin Nastiyaga sotishni bosamiz. Va sotildi. Xo'sh, endi to'lovni qabul qilish uchun naqd yoki kart yoki Humo tugmalarini ustiga bosamiz. To'lovchini tanlaymiz. Ya'ni hozirgi sotgan klientimiz yoki boshqa klient, o'zimizga kerakli bo'lgan klientni tanlaymiz va bu yerda klientimizga tegishli bo'lgan savdolar kelib chiqadi. Bu yerda umumiy jami summasi kelib chiqadi qarzining. Ular ustiga bosilganda o'sha klient bilan bo'lgan oldi-sotdi jarayonlari, kirim-chiqim jarayonlari ko'rinadi. Ya'ni отчет. Xo'p, endi barchasi tugmasi bor. Mashina bosilganda barcha savdolar tanlanadi va tanlanganlarga qo'shiladi. Bu yerda endi kerakli summani yozib to'lashni bossak, o'sha tanlanganlarning barchasi sotiladi. Misol uchun birinchi chekni to'laymiz. 110 ming so'mlik chek tanlaymiz va naqdga uramiz. To'lash bosilganda mana shunday so'rov chiqadi. Ha'ni bossak to'lanadi chek. Bitta chek to'landi mana. Xo'p, o'zi avtomatik yangilanadi ro'yxat. Savdo уже to'landi. Birinchi chek bu chiqib ketdi. Endi keyingi chekni to'lab ko'rsatib beramiz. Bunda hech qanday tanlovlarsiz kerakli summani, misol uchun 70 ming so'm to'lov qildi, naqdda 30 ming so'm, UzCardda 40 ming so'm va yozib to'lashni bosganimizda savdo kartochkasiga qisman to'landi degan сообщение chiqadi pastda, mana ko'rishingiz mumkin. Bu degani chekni qaysidir qisman yarmini yoki qanchadir qismini to'lash imkoniyati bor. Bunda qanchadir qismi qoladi, keyingi to'lovlarda ular to'lanib ketaveradi. Mana endi barchasini tanlaymiz va UzCardga tanlaymiz va to'lashni bosganimizda cheklar, so'rovlar chiqadi. Bu yerda chekni chiqarish bo'yicha so'rov chiqadi. Bu yerda o'zimizga keraklisini tanlab bosamiz va cheklar soliqqa yuborildi. Ko'rishimiz mumkin. Endi hisobotga kirib ko'rganimizda ham bu yerda savdolar va kassa kirim orderi, ya'ni biz to'lov qabul qilib olganimiz to'g'risidagi dokumentlar, hujjatlar yozilgan bo'ladi. Endi virtual kassaga, ya'ni kassaga kirib ko'radigan bo'lsak, bu yerda hamma cheklar, to'lovlar qabul qilindi.